Har doim o'zini o'ylaydi, erini sharoitiga umuman ham qaramaydi. Menga pul topib berasan, meni zo'r kiyintirasan, voy baribir men bunaqa bo'la olmayman. Bu holatda u boshqalarga yoqishga harakat qilishni boshlaydi. Qo'ying, siz boshqalarga yoqishga umuman harakat qilmang. Sizga zarur keldimi? Sizga zarurmi o'shanga yoqish? Siz o'zingizga yoqsangiz bo'ldi. U bechora qizlar kichkinaligidan to o'sha turmushga chiqadigan kunigacha ham, voy men tayyor emasman deydi. Qaynonam onam aytgandek, meni keltirib tashlab ketsa, meni hayotim nima bo'ladi? Yo'q, men undan ko'ra erga tegmayman hali. Bankrot bo'lib yotibdi deydi. Yur, buni yoniga bormaylik, hozir mendan pulni so'lab qolmasin deydi insonlar. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan diydor ko'rishib turganimdan yana ham xursandman. Sizlardan juda ham ko'plab kelgan savollardan biri o'zini qadrlashni qayerdan boshlasa bo'ladi degan savollarning javobiga bepul darslik yozishga qaror qildim. Xo'sh bo'lmasa, mana endi sizlar bilan darsni boshlaymiz. Ko'pchilik ayollarimiz o'zini qadrlash deganda o'zini qadrlash va egoizmni farqini ajrata olishmayapti-da. O'zimni qadrlashim kerak ekan deb har doim o'zini o'ylaydi, erini sharoitiga umuman ham qaramaydi. Menga pul topib berasan, meni zo'r kiyintirasan, zo'r narsalar berasan, umuman seni sharoiting men uchun qiziq emas. Bu sog'lom o'zini qadrlashga kirmaydi. Shunday ekan, hurmatli qizlar, ayollar, barchamiz erimizni to'g'ri tushunishimiz kerak. Agar erimizni ham puli bo'lsa, bizga ataylabdan yo'q, senga bermayman demaydi. Agar uni cho'ntagida puli bo'lsa, biz so'ramasak ham o'shani bizga beradi. Chunki har bitta erkak ishlayapti, pul topishga harakat qilyapti. Nima uchun deb o'ylaysiz? Uyim, joyim, bolam, chaqam, ro'zg'orim deb ishlayapti. Shunday ekan, biz faqat o'zimizni o'ylab, faqat bitta o'zim bo'lay, mendan boshqa hech kim yo'q deb tasavvur qilishimiz kerak emas-da. Bunday fikrlashlar sog'lom o'zini qadrlashga kirmaydi. Bu aksincha nosog'lom o'zini qadrlashga kiradi. Ko'pchilik ayollar tashqaridan juda ham kuchli ko'rinadi. Lekin biz uni bilmaymiz, uni ichida nima bor, u qanaqa hayotda yashayapti. Faqat u ko'chada odamlarga o'zini kuchli, zo'r qilib ko'rsatyapti. Lekin u ayolning ichida o'zini yetarli emasdek his qilish, boshqalarga yoqishga harakat qilish, deya olmaslik, o'z fikridan uyalish holatlari juda ham ko'p. Bunday holat birdaniga paydo bo'lmaydi. Yillar davomida yig'ilib kelib, mana shu holatlar ayolda ichida juda ham kuchli og'irlik paydo qiladi. Lekin u ayol o'zini ko'chadan juda ham kuchli qilib ko'rsatadi. Siz o'zingizni ko'chadan juda ham kuchli qilib ko'rsatishingiz shart emas. Siz o'zingizni yetarli emasdek his qilishingizning asosiy sabablari, misol uchun, ana nimadir ish qilyapsiz, u ish sizni yoningizdagi insonga yoqmadi. Voy baribir men bunaqa bo'la olmayman. Bu mendan zo'r. Bunda hamma qilgan ishlari zo'r bo'ladi. Meniki hech qachon o'xshamaydi. Chunki menda bu ishni qiladigan qobiliyat yetarli emas deydi va o'zini yetarli emas deb his qiladi. Bu holatda u boshqalarga yoqishga harakat qilishni boshlaydi. Qo'ying, siz boshqalarga yoqishga umuman harakat qilmang. Siz o'zingizni o'zgalarga yoqishga harakat qilib ketkazgan vaqtingizda o'sha vaqtni o'zingiz uchun sarflang. Sizga zarur keldimi? Ana chiroyli kiyinib chiqdingiz. Misol uchun, o'zingizga yoqdi. O'sha boshqa birovga yoqmadi. Sizga zarurmi o'shanga yoqish? Siz o'zingizga yoqsangiz bo'ldi. O'zingizni, samosiyatkangizni pastga tushirishingiz kerak emas. O'zingizga bo'lgan ishonchni hech qachon past ko'rish kerak emas. Siz o'zingizga ishoning, o'zingizga yoqing, hammaga yoqasiz. Siz o'zingizga ishonchingiz ortib, o'zingizni yetarlidek his qilib, boshqalarga yoqishga harakat qilmasdan, faqat o'zingizni boringizcha qabul qilgan kundan boshlab hammasi zo'r bo'ladi. Siz birovlarga yo'q deya olmaysiz kezi kelsa. Agar uni gapirayotgan gapi sizga foyda bo'lmasa, sizga minusga yuradigan bo'lsa, siz uchun umuman foydasi yo'q, zarari tegadigan bo'lsa, siz unga yoqish uchun yo'q deya olmasdan xo'p deyishga majbur emassiz. O'sha holatda har bitta joyda o'z fikringizni inobatga oling. Siz o'zingizni fikringizni o'ylab ko'rib unga ayting, yo'q, menga bu to'g'ri kelmaydi. Bu men uchun deb ayta olsangiz, o'sha kundan boshlab har bitta inson sizning fikringizni hurmat qilishni boshlaydi. Chunki siz unga yoqish uchun o'zingizni qurbon qilmayapsiz. Sizning o'zingizning shaxsiy fikringiz bor. O'zingizni shaxsiy fikringizni har bitta joyda aytib o'tishingiz kerak. O'z fikringizni ichingizga yutib, kimlarnidir fikri bilan unga yo'q desam xafa bo'ladi, unga yoqmayman, keyin bular meni yetarli emas deb his qilishadi, meni chetga surib qo'yadi deb uni yoqish uchun
yo'q deya olmasdan xo'p desangiz, qachonlardir vaqt o'tib manzilga kelganingizda siz o'zingiz qaysi bekatda qolib ketganligingizni o'sha kunda bilasiz. Chunki siz o'z fikringiz bilan emas, o'zgalar fikri bilan kelyapsiz. Shunday ekan, har bittamiz o'zimizni fikrimizni, o'zimizni qadrlashni, har bitta joyda o'z o'rnimizni bilishimiz kerak. Bizni Xudo har bitta insonlarni oldida o'z o'rnimiz bilan yaratgan. Shunday ekan, biz o'z o'rnimizni yo'q deb tasavvur qilishimiz kerak emas. Agar u inson hozir meni qo'llab-quvvatlamasa, men yo'q bo'lib ketaman demang. Chunki u inson sizni yaratmagan. Har bittamizni Xudoni o'zi yaratgan. Har bitta insonni rizqini, ishini, barakasi, har bitta narsani yaratganni o'zi beradi. Shunday ekan, siz o'zgalarga yoqish uchun o'zingizni hech qachon qurbon qilmang. Qurbon pozitsiyasiga hech qachon tushmang. Bilasizmi, nega ba'zi ayollarimiz o'zini past baholashadi? Ko'pincha buning asosiy ildizi bolalikdagi travmalar, solishtirishlar, toksik muhit, rad etilish, solishtirishlar sababidir. Shunday ekan, hurmatli ayollar, agar o'zimiz ham yoshligimizda shunaqa holatda o'sgan bo'lsak, buni ustida ilm olib, o'zimizni to'g'rilab olishimiz kerak va bolalarimizni ham bu holatdan qutqarishimiz kerak. Bolalarimizni ko'pincha o'rtoqlari bilan solishtiramiz. Sani o'rtog'ing zo'r o'qiydi, sen yaxshi o'qimaysan. Men ota-onalar majlisiga borganimda hamisha sen eng oxirgi o'rindasan. Sen unaqa bo'la olmaysan, sen hech qachon u bola bilan o'zingni teng qilma. Sen u boladek o'qiy olmaysan. U bola juda ham zo'r, ilmli, kelajakda zo'r inson bo'ladi. Sen hech kim bo'lasan deya hamisha bolalarni tanqid qilamiz. Va bundan bu bolalar ongiga singib qoladi shu narsa. Ular o'zini keraksizdek his qiladi. Men hech nima qila olmayman baribir. Men yetarli inson emasman. Men ertaga jamiyatda o'z o'rnimni topa olmayman. Chunki u o'rtog'imda bor narsalar menda yo'q, u zo'r biladi. Menda bilimim yo'q. Lekin unaqa deyishdan ko'ra bolaga, "Ki bola, men bu o'rtog'ing yaxshi o'qiyotgan bo'lsa, sen undan ham zo'r o'qiysan. Faqat hozir sen ozgina o'zingda xohish topa olmayapsan-da. Sen kerak bo'lsa kelajakda jamiyatga kerakli eng zo'r inson bo'lasan. Sen bilan men hali shunaqangi faxrlanib yuraman. Sendek bolam borligi uchun men mingdan ming shukrlar aytaman yaratganga. Otang va men hamisha sendek bolani voyaga yetkazib, shunday insonlarga foydasi tegadigan inson qilib o'stirganimiz uchun hamisha sendan faxrlanib yuramiz" degan gaplarni agar bolamizga aytsak, u bola shunday xayolatiga o'sha narsalar keladi, bizning aytgan gaplarimiz, va u o'zini ishonchini va emotsiyalarini o'sha ota-onani aytgan gapiga beradi. Demak, men zo'r o'qisam, kelajakda shunaqa zo'r inson bo'lar ekanman deydi va bu o'shanga qarab harakat qiladi. Lekin aksincha minus tarafini qilsak, baribir bola o'sha minus tarafga ketadi. Shuning uchun hech qachon bolalarimizni hech kimga solishtirish kerak emas. Hattoki oilamizda ham bolalarimizni akani, ukaga, opani, singilga solishtiradigan holatlarimiz juda ko'p-da. Akang zo'r, sen hech baloni bilmaysan. Akang shu usturi yoki bo'lmasa ukang shu usturi, sen hech nima qila olmaysan. Ertaga mana bu zo'r bo'lib ketadi, sen buni qo'liga qarab yashaysan. Bunda nima bo'ladi? Og'ayni orasida uzilish bo'ladi, raqobat bo'ladi. Aka va uka o'rtasida bir-biriga bolaligidan bilib bilmasdan dushman qilib qo'yamiz bolalarni. Lekin keyin aka va uka bir-biriga raqobat qilib yashaydi-da, mehr bilan emas. Undan ko'ra sizlar aka uka ikkalovinglar bir-biringga mehrli bo'lish kerak. Bir-biringni suyashing kerak. Agar senda nimadir yetishmayaptimi, ukangga o'rgat. Ukangda nimadir yetishmayotganmi, uni to'g'ri tushuntir. Kelajakda unib o'sib katta insonlar bo'lganda ham hech qachon aka uka opa singil bir-biriga raqobatchi bo'lish kerak emas. Naborotiga qo'llab-quvvatlab o'sishi kerak, o'zgalarga o'rnak bo'lish kerak. Ko'chada aka uka mushtlashib, bir-biriga dushman bo'lib, arzimagan pul yoki bir buyumni deb hech qachon aka uka o'rtasida urush bo'lish kerak emas. Mehr va oqibat bo'lish kerak deya tarbiya qilishimiz kerak. Agar biz hozirdan ularni solishtiraversak, ular nima kutadi bizdan? Hozirdan otam bilan onam deydi, meni deydi past ko'ryapti, ukamni baland ko'ryapti deydi. Yoki ukamni past ko'rib, meni zo'r qilyapti. Demak, buni o'rni yo'q deydi. Ular bir-biriga yoshligidan dushman bo'lib o'sadi. Shuning uchun hech qachonda bolalarimizni oila muhitida ham, ko'chada ham, o'rtoqlar oldida ham alqissa hech kim bilan bolani solishtirib o'stirish kerak emas. Bu bolani juda ham kuchli ruhiyatiga ta'sir qiladi va u bola kelajakda
hech qanaqasiga o'rnini topolmaydi. Keyin u katta bo'lgandan keyin otasi onasiga sizlar meni mana shunaqa deb o'stirganinglar uchun men mana shu holatga kelib qoldim deya savol bersa, o'sha paytda ota-ona hech qanaqasiga javob ham bera olmaydi. O'zini oqlashga gap ham topa olmaydi. Chunki bolalarni o'z yoshligidan solishtirdi, akani ukaga dushman qilib o'stirdi. Ana endi bolalar voyaga yetdi va u bolalar o'rnini topa olmayapti. Bunda kim aybdor deb o'ylaysiz? Shuning uchun har bittamiz ilm olib, o'z ustimizda ishlab, bolalarimizni kelajagi zo'r bo'lish uchun ularga to'g'ri motivatsiyalar berib, ularni tarbiyasi bilan, bilimi bilan alohida shug'ullanishimiz kerak. To'g'ri, har bittamiz ishlaymiz, ishimiz bor. Ishimizni tashlab qo'yishga imkonimiz yo'qdir. Lekin bolalarni ta'lim tarbiyasini ham tashlab qo'yish kerak emas. Albatta, har bitta narsani rejim, maqsad, strategiya bilan qilish kerak. Bir kunda bolangizga necha soat vaqt ajratasiz? Ishingizga necha soat vaqt ajratasiz? Har bittasini taqsimlab borsa, hammasiga vaqt yetadi. Albatta, faqat unga xohish bo'lish kerak. Nimanidir bahona qilib, "Voy, men bolalarimni yoshligida qaray olmadim-da, o'sha uchun bu mana shunaqa bo'lib ketdi" degan o'zimizga qilgan bahonalar bizga hech qanaqa yordam bermaydi. U bizga faqat afsus va nadomat keltiradi. Shunday ekan, har bitta narsani boshidan o'ylab, yaxshi o'z yo'lida davom qildirsak, bolalarimizni ham hayoti yaxshi bo'ladi. O'zimizni ham kelajakdagi orzularimiz, bolalarimizdan faxrlanib yurishlarimiz juda ham zo'r bo'ladi. Shunday ekan, hech qachon bolalarimizni birovlarga solishtirmaylik. Fikrlarimga nimadir qo'shimcha qiladigan bo'lsak, asosiy ko'proq ishlatadigan narsamiz bizlarni qadrsizlantirish. Bolalarimizni juda ham yerga uramiz kezi kelganda, uni qadrsizlantiramiz, mehr ham bergimiz kelmaydi-da ba'zida. Bor, men charchaganman. Sen bilan o'ynashga yoki sen bilan suhbatlashishga meni vaqtim yo'q. Men buni qilishim kerak, buni qilishim kerak, hozir men senlar bilan gaplashishga vaqtim yo'q deb bolalarni o'zimizdan uzoqlashtiramiz va u bolalar o'zini qadrsizdek his qiladi. Men ota-onamga kerak emasman. Qachon borsam men bilan suhbat qurmaydi. Nimadir so'ramoqchi bo'lsam, bor, vaqtim yo'q. Yoki kitob o'qiting desam, meni vaqtim yo'q, o'zing o'qi, bor akangga bor, opangga bor qilishadi. Deb bola o'zidan o'zi ichiga nimalarnidir o'ylashni boshlaydi. Men o'z ota-onamga kerakmikanman? Bu oilada meni qadrim bormikan? O'zi men bu oilada nima uchun tug'ilganman? Hech kimga kerak emasman. Hech kimni oldida qadrim yo'q. deya bola o'zidan o'zi tushkunlikka tushadi va u bolada hech qanaqa qiziqish qolmaydi. Chunki har bitta bola ota-onasiga intilib yashaydi. Ota va ona bolaga mehr bermasdan uni ko'kragidan itarsa, u bola hech kimga ota-onaga berganchalik mehr bermagan-ku. Shuning uchun otam bilan onamga kerak emas, men kimga ham kerakman degan fikr bilan yashaydi-da. Undan keyin u bolani juda ham o'rni, kelajakdagi o'zini o'rnini yo'qotib qo'yadi. Jamiyatda ham hatto o'z o'rnini yo'qotib qo'yadi. Kimgadir muomala qilmoqchi bo'lsa, voy, hozir mana bu inson ham meni rad qilsa-chi, meni fikrlarim unga yoqmasdan oyoq osti qilib, bor, seni ishga olmayman, sen bilan ishlamayman, seni bu qilgan ishlaring bittasi ham bizga to'g'ri kelmaydi deb shuncha qilgan mehnatlarimni qadrsizlantirsa-chi degan savol bilan yashaydi. Yoki biron bir ishni boshlasa, men shu ishni boshlasam, shu ishim bo'larmikan deya boshlaydi-da u bola. Chunki u yoshligidan qadrsizlangan. Hech kimga kerak emasman deb o'sib kelayotgan bola. Qilsammikan deb boshlagan ish albatta o'xshamaydi. U bola yana orqaga qaytadi. Baribir ota-onam bilib aytgan ekan o'sha paytda menga. Men o'z hech kimga kerak emasman deya bolalarda o'zini hayotga bo'lgan umidi so'nadi va yashash umidi ham so'nib qoladi ba'zida. Yashashdan ham charchab ketdim deydigan insonlar bo'ladi. Chunki ular yoshlikdan qadrsizlanib o'sgan, mana kelajakda katta bo'lgandan keyin ham qayoqqa borsa, qaysi eshikka borsa, u eshiklar uni yuziga yopilyapti. U bola katta inson bo'lib ham qadrsizlanyapti, bolaligida ham qadrsizlangan. U bola o'rtada turibdi. Nima qilsam men bu vaziyatdan chiqib ketaman deya. Shunday ekan, hamisha bolalarni fikrini qadrlashimiz kerak. Ular bizdan nimadir so'rab kelsa, vaqtimiz bo'lmasa to'g'ri bor deylik. Lekin ishimizni qilib bo'lganda, bolam bu yoqqa kel. Sen boya mendan nima so'rading? Ki, ana endi men sen bilan shug'ullanaman. Darsingni qildirish kerakmi? Yoki biron bir mavzuda savoling bormi? Bergin bolam, endi men sen bilan suhbatlashaman deya bolani to'g'ri yo'lga solish kerak. Boya vaqtim yo'qligi uchun senga vaqtim bo'lmadi-da.
o'sha uchun nima qildin, san buni onam mendan vaqtini qizg'ondi deya xafa bo'lma, yoki men qadrsizman, onamga otamga kerak emas degan fikrni miyangga singdirma. Faqat biz ish qilayotgan vaqtimizda vaqtimiz bo'lmasa, sani o'sha ishimizni qilib bo'lgandan keyin chaqirib hammasini joy-joyiga qo'yamiz deya bolaga to'g'ri yo'naltira bilishimiz kerak. O'shanda u bola kelajakda o'zini ham o'rnini topadi, jamiyatda ham o'rnini topadi. Ota-onasiga ham har bitta ko'nglidagi xohlagan narsasini undan ham ortiq qilib yetkazib beradigan insonlar bo'lishadi. Va yana eng achinarli holat nima bilasizlarmi? Oilada qiz va o'g'ilning o'rni juda ham ajratiladi bizda. O'g'ilga boshqacha, qizga boshqacha. O'g'ilni osmonlarga ko'taramiz. Bu meni kelajagim, meni boqadigan bu. Qiz bolani sen erta kimnidir uyiga ketasan, sendan bizga foyda yo'q. Nega unaqa deb o'stirishimiz kerak? Aksincha, qizlarimizni malikalardek o'stirishimiz kerak. Ularga zo'r tarbiya berib, zo'r kiyintirib, zo'r o'qitib, zo'r bilim berishimiz kerak. Ertaga u kimnidir uyiga borganda u oilada qiynalmasligi uchun ilmli bo'lsa, yoshligidan, bolaligidan travma, stresslar bilan o'smagan bo'lsa, juda ham zo'r yashab ketadi. Bizda aksincha qizlarga sen mana bu ishni qilishing kerak, mana buni qilishing kerak. Ertaga sen erga tegsang, seni bu fe'ling bilan 3 kun ham saqlamaydi. Tepib haydavorishadi, ustimga tashlab ketadi. Sen menga bosh og'riq bo'lasan, deya qizlarimizni hamisha stress bilan o'stiramiz-da. Undan ko'ra shuni chiroyliroq qilib, qizim, mana bu ishni bunaqa emas, bunaqa qilgin. Ertaga kimnidir uyiga borganingda ham mana shu ishni chiroyli qilsang, hech qanaqangi uyalib qolmaysan, tanbeh eshitmaysan deya chiroyli tushuntirmaymiz, ularga juda qo'pol gapiramiz. U bechora qizlar kichkinaligidan to o'sha turmushga chiqadigan kunigacha ham bizdan olgan stresslardan hatto turmushga chiqishga ham qo'rqib qoladi qizlar ba'zida. Voy, men tayyor emasman deydi. Men onamning uyida mana shu ishni qila olmayapman, erta turmushga chiqsam, erimning uyida bu ishni qila olmasam, qaynonam onam aytgandek meni keltirib tashlab ketsa, meni hayotim nima bo'ladi? Yo'q, men undan ko'ra erga tegmayman hali deb qizlar o'ziga o'zi to'siqlar qo'yib tashlaydi, o'zini o'zi bloklab tashlaydi. Unday qizlarni hayoti juda ham achinarli bo'ladi. Erga tekkandan keyin ham qaynonani o'yida ham u o'zini o'rnini topa olmaydi-da. Go'yo ninani ustida o'tirganda o'tiradi. Mana shu ishni qilib keldimi? Yo xudo, ish qilib qaynonam o'zman ishimdan gap topmasmikan, kamchilik qidirmasmikan, janjal chiqarmasmikan, sen unaqasan, bunaqasan demasmikan degan qo'rquv bilan yashaydi u qizlar. Lekin biz boshqacha o'rgatishimiz kerak-da. Xudo xolasa, yaxshi oilaga turmushga chiqasan, hammasi zo'r bo'ladi, sen zo'r yashaysan deb agar qizlarni ongiga singdirsak, qizlar turmushga chiqishdan qo'rqmaydi. O'qib, ilm olib, zo'r bo'lib, malikalardek yashagan qizlar sog'lom muhitda o'stirilsa, erta turmushga chiqqanda erini uyida hech ham qiynalmaydi. Chunki u sog'lom muhitda, sog'lom tarbiya bilan o'stirilgan. Seni qaynonang haydab yuboradi, u bu deb o'stirilmagan qizlar. Sen zo'r o'qi, o'z ustingda ishla, hamma ishingni bilib qil, o'zingni hurmat qil, qaynona qaynotangni ham hurmatini joyiga qo'y, eringni ham ishlarini qilib hurmatini joyiga qo'ysang, hech qachonda sen u oilada o'rning yo'qolmaydi. Aksincha seni o'rning o'sha joyda. Biz seni ota-onamiz, to'g'ri, lekin seni oilang erta turmushga chiqqandan keyin ular. Sen o'sha uyda unib o'sib baxtli bo'lishing kerak va o'sha oilani faxri bo'lishing kerak. Ularni, eringni ham or-nomusini yelkangda ko'tarib yurasan, ota-onangni or-nomusini ham yelkangda ko'tarib yurasan. Shu uchun birinchi o'rinda ilm olib, yo'ldan adashmaslik uchun qizlarimizni ko'proq ilmli qilib o'stirishimiz kerak. Xo'p, endi kelinglar, yana bitta narsa to'g'risida gaplashamiz. O'zini hamisha past baholaydigan ayollarning belgilari qanaqa bo'ladi? O'zini hamisha oxirgi o'ringa qo'yadi, aybdor qiladi o'zini har doim, doim maqtov kutib yashaydi, ichida qo'rquv yashaydi. Bunday ayollar o'zini har doim aybdorman deb aybdorlik hissi bilan yashashadi. O'zini oxirgi o'ringa qo'yishini sababini tushuntirib o'tadigan bo'lsam, birinchi o'ringa erini qo'yadi, bolalarni qo'yadi, ota-onasini qo'yadi, uy ishlarini qo'yadi, aka-uka, opa-singil hammani birinchi o'ringa qo'yadi, o'zini hammadan oxirga qo'yadi. Voy, men bularni hamma ishi zo'r bo'lib ketsin, ilohim erimning ishi yaxshi bo'lsin, aka-opamning ishi zo'r bo'lsin, o'zini unutib qo'yadi. Har doim ular birinchi o'rinda, o'zi esa eng oxirgi o'rinda. Lekin yaxshi, erimizning ishi yaxshi bo'lgani har doim yaxshi. Yoki akamizni, opamizni hammani o'zini o'rni bo'lishi kerak. Shu tariqa bizni ham o'rnimiz bo'lishi kerak-da. O'zimizni ham unutib qo'yishimiz kerak. Bizda aksincha ayollar o'zimizni unutib qo'yamiz-da.
o'zimizni ham unutmaylik, ularni ham unutmaylik. Hammani bir me'yorda ko'rish kerak. O'shalarni qo'ygan o'ringa o'zimizni ham qo'yishni bilishimiz kerak-da. O'zimiz uchun ham har doim ularni o'ylab o'zimizni unutib qo'yishimiz yaxshi emas. O'zini doim ayblab yuramiz va o'zini doim ayblaydigan ayollar. Voy, men mana shu ishni xato qildim-da, mana shu ishni men xato qilganim uchun erimni mana bu ishim bunaqa bo'lib ketdi. Yoki mana shu ishni qilmaganimda bolam mana shunaqa bo'lmasdi. Yo oilada ham men shu xatoni qilmaganimda akam, opam, oilamdagilar mana shu zararni ko'rmasdi. Har doim ayblovni o'zimizga olib boramiz. Lekin aksincha buni ilmiy yo'l bilan o'ylaylik. Har kimga nimaiki kelayotgan bo'lsa, bu yaratgandanda biz o'zimizni sababchi qilib, voy meni deb bo'ldi, men qilmaganimda bo'lmasdi deb o'zimizni aybdorlik hissiga tiqib tashlaymiz va ich-etimizdan o'zimizni yey boshlaymiz. Eng yomon narsa bilasizmi nima? Aybdorlik hissi. Aybdorlik hissi birinchi o'zimizni sog'ligimizni yo'q qiladi va sog'ligimizni yo'q qilgandan keyin ishimizni ham minusga kiritib yuboradi. Ishimizda ham rivoj ham bo'lmaydi, baraka ham bo'lmaydi. Birinchi sog'ligingizni yo'q qiladi aybdorlik hissi. Ikkinchi o'zingizga kelayotgan pul, baraka hammasini yo'q qiladigan narsaning asosiy sababi aybdorlik hissi. Shuning uchun hech qachon men aybdorman deya o'zimizni aybdor his qilishimiz kerak emas. Nimaiki kelsa hammasi yaratgandan deb to'g'ri qabul qilishimiz kerak. O'shalarni to'g'ri qabul qilib boshlagan kunimizdan ishoning, hammasi sip-silliq o'z me'yorida ketadi. Hech kim sizni ham aybdor demaydi, siz ham o'zingizni aybdor his qilmaysiz. Va biz bu holatlardan keyin doim maqtov kutamiz-da. Meni erim maqtarmikan mana shu ishni qilganimga? Yoki bo'lmasam meni qaynatam maqtarmikan? Yoki yerga urib tashlarmikan? Erim mos kelib meni qilgan ishimni maqtarmikan? Yoki bo'lmasam, shu ishni qildingmi deb hamma joydan ayb qidirarmikan deb maqtov kutamiz. Kutub esa odamni har doim sindiradi va o'zini yo'q qiladi. Nega biz birovni maqtovini kutishimiz kerak? Kutmayman shu maqtovni. Undan ko'ra meni qilgan ishimdan hozir erim kelib meni va rahmat xotin shu ishni qilganingga deb aytadi-deng. Ishoning, mana shu holat bo'ladi. Chunki siz maqtov kutib, ichingizda qo'rquv bilan kutyapsiz-da uni. Qo'rquv bor joyda maqtov bo'lmaydi. Qo'rquvning o'rniga ishonch bilan o'tiring. Har bitta qilgan ishingizdan o'zingizga ishoning. Men hammasini zo'r qilaman. Men qilgan ishimni hech kim ayb topmaydi. Hech kim meni yerga urmaydi deb o'zingizga o'zingiz ishonch bering. Ishonch bor yerda maqtov bo'ladi. Ishonch yo'q yerda o'zingizga ishonmasangiz kim maqtov beradi? Hech kim. Chunki siz o'zingizga ishonmayapsiz. Sizga kim ishonadi? Qachonki inson o'ziga ishonch berib, o'zini qilgan har bitta ishidan o'ziga ishonib uverin bo'lsa, uni hamma maqtaydi. Va sen zo'r qilibsan mana shuni deydi. Siz boringda bitta ishni zo'r qilingda, mana shu ishni bitta ko'rib ber. O'xshabdimi? Juda ham qo'rqib ketyapman. O'xshamagan bo'lsa-chi, ich-ichimdan titrab ketyapman deng. O'sha ish eng zo'r qilgan bo'ling, hech qanaqa kamchiligi bo'lmasin, o'sha inson aytadi sizga. Voy, haqiqatan bu ishing yaxshi emas. Mana bu kamchilik deb topib beraveradi. Insonlar hamisha kamchilik topadi. Shuning uchun o'zingizga ishoning, mana bu ishni qildim. Juda ham zo'r qildim. Hech qayerda kamchiligi yo'q deb o'zingizga ishonib o'tiring. Hech qanaqasiga hech kim sizdan kamchilik topa olmaydi. Va sizni shu vaziyatda ichingizdagi ichki qo'rquvingiz ham yo'qoladi. Chunki siz ichingizda ichki qo'rquv emas, o'zingizga ishonch bilan o'tiribsiz. Mendan xos kamchilik topadi deb emas, mendan hech qanaqa kamchilik topa olmaydi. Chunki meni qilgan ishimda kamchilik yo'q deb o'zingizga ishonch bering, hammasi zo'r bo'ladi. Ishonch bor yerda maqtov, muvaffaqiyat, hamma narsa keladi. Siz o'zingizga ishonch bergan kuningizda o'zingizni eng oxirgi o'ringa qo'yish holatingiz ketadi. Aybdorlik hissi ham yo'qoladi. Maqtov ham kutmaysiz va ichingizdagi qo'rquvdan ham butkul qutulasiz. Shunday ekan, bu keraksiz narsalarni o'ylab, ezilib, o'zingizni yo'q qilguncha o'z ustingizda ishlab, ilm olib, o'zingizga ishonch berib, oilada, jamiyatda o'z o'rningizni topganingiz yaxshi deb bilaman. Kelinglar endi sizlar bilan boshqalar uchun yashasangiz sizda qanday holatlar bo'lishi to'g'risida gaplashamiz. Ichki charchoq, asabiylik, ruhiy bosim, o'zidan nafratlanish holatlari ko'proq kuzatiladi bu holatlarda. Siz nima uchun o'zgalar uchun yashashingiz kerak? Bu hayotda sizni o'zingizda o'rningiz bor. Sizni yaratgan zot o'z o'rningiz bilan yaratgan. Siz birovlarni yoqib yoki birovlar uchun yashashga majbur emassiz. Siz avval o'zingiz uchun yashang. Siz ular uchun yashasangiz ham umringiz o'tib ketadi.
o'zingiz uchun yashasangiz ham umringiz o'tib ketadi. Shunday ekan, bu bir marta berilgan umrdan samarali foydalanaylik, ilm olaylik. Boshqalarga yoqishga umuman harakat qilish kerak emas. Siz hozir boshqalarga yoqish uchun harakat qilib yashasangiz, ular sizga nima deb gapiradi? Siz ularning gaplaridan o'zingiz asabiy bo'lib, stress olib qancha azob ko'rasiz? Sizga shu kerakmi? Umuman o'zgalarning gapi bilan yashash kerak emas inson. Misol keltiradigan bo'lsak, agar siz zo'r ishladingiz, ishlaringiz zo'r bo'lib ketdi, omadingiz keldi. Lekin ular aytadi: "Voy, mana buni boy bo'lib ketdi, bunga bir omad kelib qoldi-da" deyishadi. Lekin bu omadni orqasidagi kunlaringiz ularga ko'rinyaptimi? Siz kecha kunduz uxlamaysiz, mehnat qilasiz, izlanasiz va omadingiz kelib boy bo'lib ketdingiz. Shunda ham sizni yaxshi deb eslashadimi? Yo'q, aksincha. Insonlar hech qachon sizdan ayb topishdan to'xtalmaydi. Bilishmaydi ular sizni qanchalik qiynalganingizni yo boshqa qilganingizni. Shunchaki omad keldi deb. Uyda yotib, xayol surib tursangiz, yesangiz, yotsangiz, men boy bo'laman, hamma narsalar olaman deb. Lekin bo'lmaydi. Omad kelishi uchun ham harakat, maqsad kerak. Siz maqsad qo'ydingiz, harakat qildingiz, omadingiz keldi, pulingiz bo'ldi. Nima deyishdi insonlar? Bunga bir omad kelib qoldi-da. Lekin teskarisi bo'lsa-chi? Hech qanaqa qo'lingizda pulingiz yo'q, insonlar oldida o'rningiz yo'q. Deydi, qo'y, mana shu bilan nima qilasan gaplashib deydi. Bir miri yo'q deydi. Bankrot bo'lib yotibdi deydi. Yur, buni yoniga bormaylik, hozir mendan pul so'rab qolmasin deydi insonlar. Shu darajadagi insonlar uchun nega siz doim boshqalar uchun yashashingiz kerak? O'zimiz uchun, o'zingiz uchun harakat qilib, o'z ustingizda ishlab, har doim o'zingiz uchun yashashingiz kerak. Bu o'zingizni hurmat qilib, o'zingiz uchun yashash degani egoist degani emas, egoizm degani emas bu. O'zingizni hurmat qilib, o'z o'rningizni topib yashash degani bu. Siz o'ylaysiz, hozir men shunaqa yashasam, hamma meni o'zini o'ylaydi, bu xudbin deb aytishadi deysiz. Baribir ularni o'ylab yashasangiz ham shu gapni eshitasiz. O'z ustingizda ishlab, o'zingiz uchun yashasangiz ham baribir eshitasiz. Insonlar yaxshi bo'lsangiz ham gapiradi, yomon bo'lsangiz ham gapiradi. Shu uchun hech qachon boshqalarga yoqish uchun yashash kerak emas. Bu hayot bizga bir marta beriladi. Bu hayotda bizga berilgan umrni samarali foydalanishimiz kerak. O'zimizdan nimadir bilim, nom qoldirishimiz kerak. Yaxshi degan nom qoldirishimiz kerak. Shunchaki o'zgalarga yoqib, "Sen bo'ldi" deb o'zimizni, borligimizni, kimligimizni unutib yashashimiz kerak emas. Bizni ham yaratgan zot o'z o'rnimiz borligini bildirib, ertaga bizdan keyin bizni borligimizni, yashab o'tganligimizni boshqa insonlar yaxshi so'zlar bilan eslash uchun yaratgan. Biz ko'proq bu narsalarni o'zimizni o'ylaydigan deb o'ylaymiz va odamlarni biz to'g'rimizda nafratlanishidan qo'rqamiz. Hozir men nima qilsam, mendan bu nafratlanadi, bu meni yomon ko'radi deb o'ylaymiz. Lekin siz o'sha holatda qarang, hech qanaqa qo'lingizda pulingiz yo'q, ishingiz yo'q, hech qanaqa, shunchaki qiynalib yashayapsiz. O'sha insonlarning oldiga borib, "Menga yordam ber" deb ko'ringchi. Qani o'sha odamlar sizni o'ylaydimi? Umuman o'ylamaydi. Siz borligingizni ham eslashmaydi hatto. Shunday ekan, hech qachon o'zgalar fikri bilan yashashimiz kerak emas biz. O'z fikrimiz, o'z o'rnimiz, o'z hayotimiz bilan yashashimiz kerak. Bizni o'zimizda hayotimiz bor. O'z hayotimizni juda ham go'zal va chiroyli qilib yashashimiz kerak. Ertaga bizdan farzandlarimiz faxrlanishi kerak. Men shunday insonlarning bolasi bo'lganman deb ular biz bilan faxrlanib, ular ham bizdan o'rnak olib, kelajakda zo'r insonlar bo'lishi kerak. Lekin biz yig'lab, asabiylashib, hamisha charchoq, ichki bosim bilan yashasak, u bolalarga nima qoldiramiz? Kasalvand ota-ona, hamisha o'zini o'ylamagan, faqat yomon fikrlar, odamlarga yoqishim kerak deb o'zini pollatda qilgan ota-onani ko'radi u bolalar. Ertaga u bolalar ham o'zini o'rnini topa olmaydi. Chunki ota-onani mana bu stressdan u bechora bolalar ezilib tamom bo'lganda ko'raverib u muhitda o'sgandan keyin. Biz bolalarga kelajak yaratish uchun muhitni yaxshi qilishimiz kerak. Oilaviy muhitimiz juda ham zo'r bo'lishi kerak. Biz oilaviy muhitimizni chiroyli qilib, oilaviy fikrimizni bitta qilib, oilaviy hamisha juda go'zal yashashimiz kerak. Ana o'shandan keyin hammasi zo'r bo'ladi. Bo'ldi-da, oilangizda hamma bir-birini o'ylab yashasa, sizda ko'chadagi insonlarning fikri nima qiziq?
Oilangizdagilar oldida yaxshi bo'ling, baxtli bo'ling, zo'r yashang. Yaratganni oldida yaxshi bo'ling. Odamlarga yaxshi ko'rinish kerak emas hech qachon. Biz odamlarga yaxshi ko'ringanimiz bilan ular bizga hech nima qilib bera olmaydi. Biz oilamizda baxtli bo'laylik va bizni qilayotgan yaxshi amallarimizni, olayotgan ilmlarimizni Yaratganning o'zi ko'rib turgani biz uchun yetarli. Insonlarga isbotlashga umuman biz majbur emasmiz. Endi men sizlarga o'zini qadrlashni qayerdan boshlash to'g'risida bitta zo'r texnikani aytaman. Bunga diqqat bilan ahamiyat bering. O'zingizni eshiting. Ichki ovozingizga quloq soling. O'zingiz bitta alohida xonaga kiring. O'zingiz nima xohlayapsiz? O'zingizga nima yoqadi? Buni albatta ichingizdan his qiling va o'zingizga yoqayotgan narsani kichkinagina bo'lsa ham amalga oshirishga harakat qiling. Ikkinchisi, o'zingizga savol bering. Aslida nima xohlayapsiz? Sizni nima charchatyapti? Bularni bittalab, hattoki kerak bo'lsa qog'ozni olib, siz nima xohlayotganlaringizni bitta tarafiga va ikkinchi tarafiga sizni bu holatda xohlayotganlaringizni qay biri charchatyapti? Bularni bitta yozib, bularni ustida ishlang va sizni ko'proq charchatayotganlarini kres qilib tashlang. Demak, sizni hayotda misol uchun men ko'proq pul topishim kerak, nima qilsam pul topaman. Lekin men pul topa olmayapman-ku degan fikr ko'proq charchatayotgan bo'lsa, buni shunday kres qiling va men Xudo xolasa sekin-sekin bitta ishni boshlayman va men o'ylayotgan pullarga asta-sekin yetib boraman deb o'zingizga minnatdorchilik bildiring. Uchinchisini aytadigan bo'lsam, o'zingizni qadrlang. O'z ehtiyojlaringizni tan oling. Hamisha o'zingizni qadrlashni unutmang. O'zingizni qachonki qadrlab, o'z o'rningizni bilib, o'zingizni birinchi o'ringa qo'yasiz. O'sha kundan boshlab sizni xohishlaringiz, sizni ehtiyojlaringiz hammasi o'z-o'zidan bajariladi. Chunki siz o'z qadringizni bilyapsiz, o'z o'rningizni bilyapsiz. Siz o'z qadringizni va o'z o'rningizni bilganingizdan keyin yon atrofingizdagi barcha insonlar ham sizni hurmat qilishni boshlaydi, sizni fikrlaringizni eshitishni boshlaydi va sizni qadrlashni boshlaydi. Shunday ekan, hurmatli ayollar, barchamiz hamisha o'zimizni hurmat qilib yashashimiz kerak. Biz o'zimizni sevishni emas, o'zimizni hurmat qilishni o'rganishimiz kerak. Endi sizlar bilan o'zingizni qadrlashni o'rganib bo'lganimizdan keyin qanday qilib o'zimizga bo'lgan ishonchni tiklash haqida gaplashamiz. Avvalambor bu ishonch juda ham katta yutuqlardan emas, kichik lekin bajarilgan va va'dalardan boshlanadi. O'zingizga ishonganingizdan keyin har bitta o'ylagan narsangiz amalga oshadi. Eng birinchi bo'lib kichik maqsad qo'ying. Oddiygina bir kichkina maqsad qo'ying va buni bajaring. Bu bitta kichkina qo'ygan maqsadingizni ham bajardingizmi, bu sizga ishonch bag'ishlaydi va siz o'zingizga bo'lgan ishonch yana ortadi. Bajaring, mukammal bo'lsa ham, qiyin bo'lsa ham, albatta har bitta o'zingizga qo'ygan maqsadni bajaring. Bundan chekinmang. Sekin kichkina maqsadlar qo'yib, natijaga chiqyapsizmi? Albatta kichkina yutuqlardan keyin katta yutuqlar ham keladi. Birdaniga narvonning eng tepasiga chiqishni orzu qilsangiz qanaqa qilib chiqasiz? Chunki pastki etajlari ham bor. Birdaniga qadam qo'yib boshlasangiz, albatta yuqoriga chiqish oson bo'ladi. Buni birinchi etapda o'sha kichkinalarni bajarib boraversangiz, juda katta natijalarga qarab borasiz. Bundan keyin esa o'zingizga bo'lgan ishonch yanada yuqori bo'ladi. Odamni qanchalik o'ziga bo'lgan ishonchi yuqori bo'lsa, juda katta ishlarni qiladi-da. Agar ishonch bo'lmasa, oddiygina bitta kichkinagina ish buyursa ham, "Yo'q, men buni qila olmayman" deymizda. Aytishadi-yu, ko'z qo'rqoq, qo'l botir deb. Faqat buni ishonch bilan oldingizga maqsad qo'ydingizmi, chekinmang. Bitta mayli ozgina minusga ketdi, oldingizga qo'ygan maqsadingiz. Yo'q, siz to'xtamang, mayli keyingisi bo'ladi deb. Albatta bo'ladi. Bitta natija minusga ketdi degani sizda hamma ishingiz orqaga ketadi degani emas. Ishonib, har doim, hamisha o'zingizga bo'lgan ishonchni so'ndirmasangiz, o'sha kuni o'zingiz uchun eng katta qadamni qo'ygan kuningiz hisoblanadi. Eng katta qadamlardan keyin eng katta natijalar bo'ladi. Eng katta natijalardan keyin eng katta yutuqlar bo'ladi. Shunday ekan, barchamiz hamisha biz hamma ishni qila olamiz, uddalaymiz, buni ustidan chiqamiz deb o'zimizga ishonch berib, va'da berib, niyatlarni chiroyli va to'g'ri qilib ishni boshlasak, har doim biz yutamiz.
Endi shu yerda sizlar bilan xayrlashishimizga to'g'ri keladi, chunki bu mavzu juda ham katta, juda ham chuqur mavzu. Bu mavzuda gaplashamiz desak, bir kun ham, hattoki kunlar ham yetishmasligi mumkin. Agar sizlarga dars qiziq bo'lgan bo'lsa, qo'llab-quvvatlab turinglar va sizlarga yana qanaqa mavzularda bepul darsliklar tayyorlashimizni xohlasanglar, kommentariyada, izohlarda o'zingizga yoqqan mavzular to'g'risida savollar qoldiring. Biz albatta o'sha mavzular to'g'risida sizlarga mutlaqo tekin darsliklarni berib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat va sizlar bilan keyingi darslarda ko'rishguncha omon bo'ling azizlarim.